Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Til Allah'ın insanga ata qilgan ulug' ne'matlarining biri. Chunki biz tilimiz bilan Allohni zikr qila olamiz. Kishilarni ulug' Allohning birligi va barligiga chaqira olamiz. Bu orqali nurg'un insonlarning hidoyat tepishi yoki islom bilan yashashiga ul sala olamiz. Shundaqla til qalbimizni ifodalaydigan, ruhimizni bildiradigan eng muhim qurollardan biri. Ammo bu til xuddi o'tkir pichoqning ba'zida qo'llarimizni kesib o'tganiga o'xshash, to'g'ri usulda ishlatilmasa, bizni dunyolik izzetimizdan ayirib o'tishi, oxiratlik baxtimizni vayron qilib tashlashi mumkin. Payg'ambar alayhisalom insonlarni o'rg'oq tillari do'zaxga dum tushiruvdi emasmi deyish orqali bizni yomon so'zlardan qattiq ogohlantirgan. Yolg'onchilik, suxanchilik, g'ayvat qilish, boshqalarning keyindan so'z cho'chak tarqitish qatorliq dinimizda harom qilingan amallar o'sha o'tkir tillarimizning mas'uliyati emasmi? Shunga tilni yomon so'zlardan saqlash har bir musulmondan talab qilingandir. Yana bir jihatdan bir odamning so'z harakati jamiyatdagi obrazini tiklaydi. Ijtimoiy munosabat chambarini paydo qilishda til san'ati to'liq muhim rol o'ynaydi. Qandoq chaqda qandoq so'zni qaysi shaklda deyish va qandoq vaqtda sukut qilishni bilish payg'ambarimizning til haqidagi tavsiyalaridan biri. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Kimiki Alloh va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsa, yaxshi gap qilsin yoki sukut qilsin. Payg'ambar alayhisalom bu hadisda bizga ijtimoiy munosabat barpo qilishdagi ikki oltin qurolni o'rgatgan. U bo'lsa-mu yaxshi so'z qilish yoki sukut qilish. Alloh va oxirat kuniga iymon etgan musulmonga to'g'ri va haqiqiy so'zlar yarashadi. Agar to'g'ri so'z topolmagan ahvol ostida sukutni tanlash kerak. Chunki sukut qila olmaslik yoki nomuvofiq so'zlarni ko'p qilish musulmonning yuz obro'yi va e'tiboriga daxli daraja yetkazadi. Uning hurmatini yaga urdi. Ba'zi kishilar borki, ularning yurish-turish qiyofatidan mast xush bo'lasiz. Kelishgan qomati, yarashgan soqollari, qamlashtirib kelgan kiyimlarga qarab havas qilasiz. Ammo u og'zini shunda ochgan hamon yomon so'z qiladi. Boshqalarning g'ayvatini qiladi va qiyofatiga mos kelmaydigan so'zlar uning og'zidan to'kilishga boshlaydi. Shuning bilan biroqla u nazarimizdan tushib ketadi. U chaqda uning qamlashgan qaddi qomatini unutib ketasiz. Dal aksicha taqdirga odatdagi bir odam go'zal so'zlar bilan qalbingizdan cho'nqur o'rin oladi. Pul meli bo'lmasimi, kelishgan qaddi qomatlik bo'lmasimi, ixtiyorsiz u odamni do'st tutasiz. Ko'rishsangiz xursand bo'lib qolasiz. Bunday ahvolda o'xshashli uning ko'rimsiz sirtqi qiyofatini unutib ketasiz. Demak, bu yerda bizga ta'sir ko'rsatayotgan narsa insonlarning chiroyi, taqdirga emas, balki sizga tutgan muomalasi va muomalasida ishlatgan dialog so'zlaridir. Shunga aziz qarindoshlar, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'lmasligimiz uchun tilimizni yomonliklardan, g'ayvat shikoyatlardan, nomuvofiq so'zlardan saqlaylik. Muvofiq o'rinda muvofiq miqdorda so'zlash, bo'lmasa sukut qilishdan iborat payg'ambar alayhisalomning oltin ta'limotiga quloq solaylik. Kelgendur nusret, musulmonlar aziz bulgan aş ahiri, hemmisi rahmet, Rahmanimiz razı bulgan aş.